Qaramaysanmi, har doim bunday kelaydik. Men bu yerdan o'tish kerak edi. Haqiqatda bo'yicha keldim aka men. Endi ular ham bilmagan-ku, geolokatsiyani noto'g'ri tashlaganmi? Qayerga borishdi? Hozir men bo'ldi. Hozir biz mana bu ishimizni hal qilib olaylik, hozir boramiz, xo'pmi? Uyda o'tirib kutib o'tiribdi. 80 kilometr, 80 kilometr. Endi qayerga borishimni bilmayman. Ko'rsatgan yo'l bilan. Yo, mana bu yerda mana bu ularga va'da qilganman, odam va'da qilgandan keyin shunchalik yaqin ko'rsatyapti. o'tir mashinaga ketdik, boshqa ilojimiz yo'q endi. Endi soat 1da boramizda endi. Boshqa ilojimiz yo'q bo'lmaydi. Nima qilishga ham hayronsan. Hayda ketdik endi. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, ayniqsa bizni musofirda ko'rib turgan jigarlar. Bilasizlar, sizlarga anchadan beri Tespay ilovasini tavsiya qilib kelamiz. Bugun biz mana shu Tespayda rasmiy ofisdamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda kun-tun sizlar uchun mutaxassislar ishlashmoqda. Shunday ekan, hurmatli aka-ukalar, Tespay ilovasi rasmiy, ishonchli. Siz peshona teringiz bilan topayotgan pulingizni bemalol Tespay orqali jo'natishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Tespay ishonchli hamda xavfsiz. Tespay, biz bilan qulaylikni his qiling. Avvalambor assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana yo'l azobi juda ham qiyin. Bilasiz, ozgina adashib qoldik. Hozir shunchalik ichimdan nimalar o'tganini o'zim bildim. Endi baribir ko'chada uylaringizga kiraylik, qani akani bir ko'raylik. Rahmat kelganlaringiz. O'zlaringiz ham yaxshimisizlar? Yaxshi, Allohga shukr. Yaxshi kunlaringizmi? Hayit bayramlaringiz bilan. O'zlaringizni ham. Kiringizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qayerda aka? Men bu xonada. Shu yerda yashaysizlarmi? Avvalambor assalomu alaykum. Ismingiz Panjaka-da? Panjaka, necha yildan beri bu dard bilan kurashib kelyapsiz? Bunga 3 yildan ham oshib ketdi. 3 yildan ham oshib ketdi. Shu 3 yil davomida o'zingiz bilasiz, Alloh biladi nima bo'lganini. Oldin yaxshi edim. Asta sekin mazam qochib qoldi. Ishlarga ham yaramay qoldim. Keyin Qarshiga davolandim. Shaharga, markaziga. Shu davolanib kelyapman. Shu hech bir nimasi bo'lmayapti. Oxirgi bir qizimni chiqardim. Shundan keyin o'zim mazam qochdi-da. Shu yurak nafas ololmay, yurolmay qoldim. Birov bilib, birov bilmaydi. Menga ayon, Xudoga ayon. Qarshiga yotib, qo'limga pistola qo'ydirgandan keyin ozgina o'zimga keldim. Allohga shukr. Ikkinchi qizimni shu 25 kun bo'ldi chiqarganimga. Doktorlarga ham boriga shukr. Shu holatida qizlaringizni chiqardilaringizmi? Allohga shukr. To'y kuni qanday holat bo'ldi? To'y kuni bildirmay yurdi, lekin ko'pchilik bildi. Nima qilib shu arang yurdi-da. Shu qizimni chiqarib olay, qudalarimizga yo'q, aka hali biz tayyorgarligimiz yo'q. Keyinroq nima qilsak-chi deb edi. Yo'q, meni mazzam yo'q. Nima odamlaringni olinglar. O'ziga ishona olmadi-da. Shu 25 kun oldin kichkina qizimni chiqardim. Erta menga bir nima bo'lib qolishi mumkin deb to'yda ham o'tkazib yubordimi? Akama. Juda mazasi yo'q bo'lib qoldi-da. Mana shu kelganimizga 5-6 kun bo'ldi. Balansadan chiqib. Endi hozir ko'pchilik akani bunaqa yotganini ko'rib ham, endi biz efirlarda aytdik, ko'pchilik ko'rdi, bildi. Aslida nima bo'lganini mana yangi ko'rayotgan videoni, mana bugun biz sizni uylaringizga mehmon bo'lib keldik. O'sha nima bo'lganini, holatini o'zingiz tushuntirib yuboring. Akani gapirishi ozgina qiynalyapti. Bu kishini bundan 3 yil oldin shu o'zidan o'zi yiqilib, shu komaga tushganday bo'lib qoldi-da. Keyin zudlik bilan tez yordamni chaqirdik, o'zimizdagi kelib ko'rishdi-da, birinchi yordamini ko'rsatib,
zudlik bilan o'zimizni tumanimizdagi shifoxonaga olib boringlar dedi. Nishon tumanidagi больницаga olib bordik. Ular ko'rib birdan qarshi nima qilishdi. Shu ikkita buyrak qurishi oqibatida mana shu holatda Uyingizda nimalarga tushirdik? Keyin faqat Qarshida tushirar ekan. Eng mutaxassislari Qarshida ekan. Shularga olib borib tushirib ko'rsating, shu buyrak bo'yicha. Buyrakni og'ir nimasiga o'xshayapti. Biz endi qo'ldan kelgancha nima qildik? Ko'rdik, tekshirdik. Bizda unday apparatlar yo'q deyshti. Keyin olib borib ko'rsatdik. Shu analiz javoblari buyrak yetishmovchiligi bilan og'riganini ko'rsatdi. shundan beri azoblanib yotibdi aka. Oldin birinchi qiynalmadik. Bor budimizni sotib, etib davolataverdik. Birinchi buyrak qurib bo'lgan, ikkinchi buyrakka ham o'tish xavfi bor deb analiz qo'yildi-da, birinchi ko'rsatganimizdan. Keyin yaxshi bo'lib ketar, yaxshi bo'lib ketadi deb etib davolatdik. Yo'q. Hozir Mana shu Sizlarga- kunga yetib keldi-da, oxiri mana shu. katta yordam kerak. Hozir bizga yordam juda kerak. Mana sizni butun aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ko'rib turibdi. Bir ichingizda qandaydir o'zingizni murojaatingiz bo'lsa, bemalol ayting. Mana bizga murojaat qildingiz. Mana bir 2 kun, 3 kundan beri efir qildik. O'rtada mana kecha bir bayram bo'lganligi uchun efir qilmagandik. Mana bugun o'zim shu akani endi telefonda ko'rgan bilan mana bu oldida ko'rgan boshqacha-da. Chunki hozir men telefonda ko'rgandagidan o'zim boshqacha bo'lib ketyapman. Chunki kechagi telefonda ko'rgan holat bilan hozirgi holatni o'rtasida osmon bilan yercha farq bor-da. Birov ko'rmasa, bilmasa qiyin ekan. Masalan, shu o'zimda mana shu mahallamdagilar ham bir xil bilmas ekan. Kecha Hayit bayramida ko'plar eshitib, sizni kanalingizdagini ko'rib, eshitib, bilib kelib, nahotki yurgan edi-ku bundan bir oycha oldin. Nahotki shunday yotib qolgan bo'lsa deb Biz ana shunday ko'rdi. Rahmat shu videolarga insonlarga. sababchi Rahmat bo'lamiz-da. sizlarga. Biz shunday sababchi odamlar kelishini xohlaymiz. Rahmat sizlarga kattakon shu meni tushunib, nima qilib chiqarganingiz uchun. Mana sizni hamma ko'rib turibdi. Xijolat bo'lmaysizlar. Qo'limizdan kelgancha yordamni beryapmiz. Aka-ukalarimiz hammasi yordam qilinglar, Jamshid deyapti. Men mana shu yerda mana videoda ham aytalaman. Hurmatli meni ko'rib turgan Qashqadaryo xalqi, sizlardan iltimos qilaman. Ayniqsa mana shu Nishon tumani Kaptarli mahallasi da yashayotgan qaysi ko'cha edi? Sayxun ko'chasi 34-uyda mana shunday bir bemor qiyin ahvolda. O'zi shunaqa holatda bo'lsa ham ertaga menga bir nima bo'lib qolsa nima bo'ladi deb qizini chiqarib yuboribdi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar ko'ngliga sig'magan, lekin odam kasal bo'lgandan keyin ertaroq to'yda o'tkazib yuboraylik degan maqsadda shunaqa narsalar bo'ladi-da. Lekin mana bu bir inson hozir siz va bizni yordamimizga shunaqa muhtoj. Iltimos qilaman aka-ukalar, mana shu videoni qo'ldan kelgancha maksimalniy darajada tarqatib ko'proq insonga yetib borsa, mana shu inson, даже qishloqdoshlari, mahalladoshlari ham yaqinda bilibdi mana shu videoni ko'rganda. Kimni uyida, siz uyingizda nima bo'layotganini men bilmayman. Meni uyimda nima bo'layotganini siz bilmaysiz. Mana shu internet tarmog'iga chiqqandan keyin kelib xabar olgan akalar, sizlarga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Faqat iltimos mana shu ekrandagi karta raqamlarga qo'llaringizdan kelgancha o'z yordamlaringizni bersalaringiz, mana shu akani dori darmoniga bo'lsa ham juda ham bir katta yordam qilgan bo'lasizlar. Meni aytadigan gaplarim shu. Xudo xohlasa harakat qilamiz. Mayli yana bir 2 kun, 3 kun vaqtimiz ketar, opajon. Qo'limizdan kelgancha shu akamizni hayotda yashab qolishi uchun yordam beraylik. Iltimos qilaman, aka-ukalar. Like ko'proq bosingizlar, ko'proq tarqatingizlar. Maksimalniy darajada odam ko'rsa mana shu insonni, Xudo xohlasa, juda ham qiyin vaziyatda. Holatini qarang, hatto hozir men yonida o'tirib o'zimdan nima o'tayotganini o'zim bilyapman. Hech kim kasal bo'lmasin. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Meni shu kunlik ishim shu kishiga qarashda ko'rpasini alishtiraman, turg'izib ovqatlantiraman.
yuvintirib olaman, artib olaman. Shu 25 kun ichida juda keyingi holati juda ham og'ir bo'lib qoldi. Endi dializ ol degan, dializga umuman imkonim yetmadi-da. Mablag'laringiz yo'qligi uchun hatto Shunday. dializga ham olib bora olmay o'tiribsizlar. Shunday. Ana shu to'yda ham 10 kun yotib, ruxsat bermaymiz. Bunday holatda ruxsat yo'q desa ham tilxat yozib, olib chiqib kelib to'yda o'tkazdik. Yana olib borib yotqizib, keyin mana oxirgi nimasi dializ. Xafa bo'lmang opa. Mana sizni aka-ukalarimiz ko'rib turibdi. Boyam aytdim, ichingizda qanday murojaatingiz bo'lsa, men bizga qanday murojaat qildingiz telefon qilib. Birinchi bor olib borganimda qayerga borish, qayerga yurishni ham bilmaganman. Shu aptekalar yonida yo'q. Bu taksidan bu taksiga minib dori izlayman-da. Aptekadan ham chiqishi qiyin ekan bu buyrak bo'yicha dorilar. Shunday ko'p qiyinchiliklar ko'rganman. Lekin hech kimga aytmaganman, hattoki akalariga, nimalariga ham aytmaganman. Yaxshi bo'lib ketar, vahma tarqatmayin. O'zining ham ko'ngliga tegadi deb oldin bildirmaganmiz. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, xafa bo'lmang. Keyingi 3-4 etap davolangandan keyin Toshkentga olib boringchi, bir buyragiga yashab nima bo'lishi uchun imkoniyat bordir. Bizda bu apparatlar yo'q tekshiradigan. Qarshi ham Toshkent buyurdi. Bir 20 millioncha pul bilan bordim. O'zim taksi nima qilib ko'chaga olib chiqib ketdim. Yotqizib olib borganman. Olib bordim urologiya nimasiga. Lekin tekshiruvlari juda ko'p bo'lar ekan. Tekshirishdi, ko'rishdi. Hali Xudo xohlasa hammasi ko'rmaganday bo'lib ketasizlar, xafa bo'lmangizlar. Ikkinchi buyrakni saqlab qolish uchun birinchi buyrak yangiga qurganda sog'lom bo'lish kerak ekan. Donor bo'lsa, o'sha donor buyragini bersa, aka yashab keta oladi. Bo'lmasa, vaziyat jiddiy, qiyin ahvolda. Ochiqchasiga aytganda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotirga tushmangizlar. Bilaman, oson emas sizlarning hozir ichlaringizda nima bo'layotganligini men bilaman. Qanchadan qancha bemorlar uyiga borganmiz. Hatto shunday vaqtlar bo'ldi. Juda qiynalgan vaqtlarim bo'ldi-da o'zimni. Mana shu xalqqa chiqib, qo'ldan kelgancha harakat qilib. Hozir efir qilamiz, qo'ldan kelgancha yana bir kun, ikki kun harakat qilaylik qani. Allohga tavakkal. Hammasi Allohga tavakkal. Hurmatli aka-ukalar, Xudo xohlasa biz hozir mana shu videoni hozir yozayapmiz, hozir keldik. Xudo xohlasa bugun mana shu yerda efir ham qilamiz. Yana bir ikki kun efir qilamiz, chunki hozir o'zim ko'rdim, ahvoli juda og'ir. Juda og'ir. O'sha uchun iltimos mana shu videoni ko'proq insonlarga tarqatib qo'yingizlar. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat hammaga.